Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. 2 kundan keyin 5-iyun kuni O'zbekiston ahli uchun muhim kun. Shu kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash bahslarining 9-turida hozirga qadar o'zbek futboli tarixidagi eng katta va muhim bahsda maydonga tushadi. Terma jamoamiz Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida shu yurt terma jamoasiga qarshi hayot-mamot o'yinini o'tkazadi. Hozircha barcha o'zbek futbol muxlislari ayni paytdagi terma jamoa holatidan juda ham mamnun va terma jamoamiz ushbu o'yinda 100% g'alaba qozonib, o'z tarixida ilk marotaba Jahon chempionati yo'llanmasini naqd qilishiga ishonmoqda. O'yinning o'ta muhim ekanligidan kelib chiqib, Birlashgan Arab Amirliklari davlati va futbol federatsiyasi terma jamoamizga maydonda kuchi yetmasligini bilib turishibdi va shu bois terma jamoamizga maydondan tashqarida har qanday iflos va qabih ishlarni amalga oshirishni allaqachon boshlab yuborishdi. Bunday deyishimga sabab, dastavval Birlashgan Arab Amirliklari futbol federatsiyasi uchrashuvni atigi 12 ming sig'imga ega Al Nahyan stadionida o'tkazishni ma'qul ko'rdi. Vaholanki, ushbu davlatda hattoki 60 ming sig'imga ega katta stadionlar ham mavjud edi. Keyin esa terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun Birlashgan Arab Amirliklariga otlanayotgan o'zbek futboli jonkuyar muxlislarini Sharja va Abu Dabi aeroportlarida sababsiz ushlab turish holatlari ko'payotgani haqida xabarlar chiqishni boshladi va hozir ham ushbu holat davom etmoqda. Jumladan taniqli o'zbek futbolini yoritib boruvchi Sports.uz sayti xodimlari aeroportlarda asossiz 8 soat ushlab turildi. Taniqli sharhlovchi Hasan Turdaliyev ham shunday holatda qolmoqda. Qisqasi, hamma harakat qilib yotibdi, lekin bilmadim, tashkilotlar aralashish kerakmi kattaroq. Bizga bunga munosabat hozircha yaxshi emas. Muomalalardan ham bilinib turibdi, unchalik yaxshi emas. Pasportimizni olib qo'ygan, boshqa davlatga ham jo'mimiz aksiga olib, mayli boshqa davlat orqali Toshkentga O'zbekistonga ketamiz degan bo'lmayapti. Nam yo'li mavhumlik. Qisqasi, qachon ketishimizni, qanaqa qilib ketishimizni bilmayapmiz. Mavhumlik hamyoq. 10 ta odam shunaqa divarlarda, kreslolarda o'tiribmiz endi, boshqa variant yo'q. Shu ham ilig'roq ekan, qolgan joylarda konditsioner gurillab yotibdi, sovuq. Bir amallab shunaqa holatdamiz. Unga chiqayotgan xabarlarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari Futbol Federatsiyasi Osiyo Futbol Konfederatsiyasi mutasaddilaridan terma jamoamizning 4 nafar a'zosidan doping test namunalarini olishni talab qilgan va jonajon Osiyo Futbol Konfederatsiyasi tashkiloti ushbu so'rovni ma'qullab, O'zbekiston terma jamoasi joylashgan mehmonxonaga doping test nazorat komissiyasini yuborgan. Ushbu 4 futbolchi kimlar ekanligi hozircha noma'lum. Hamma bolalarning kayfiyati hozir yaxshi. Oldimizda qanaqa o'yinligini bilib turibmiz. Faqat oshirib yuborish ham kerak emasda, motivatsiyani o'yin paytida bu xalaqit qilishi mumkin. O'sha oldingi o'yinlarda o'ynashimiz kerak. Xuddi shunaqa nastroy bilan, xuddi shunaqa muhit bilan o'ynashimiz kerak deb o'ylayman. Slishkim oshirib yuborsak ham bu o'yinda zarar qilishi mumkin. Bosimdan qutulish uchun mana bolalarga kayfiyat ulashyapmiz. Bolalar bilan shunday nastroyeniyasini yaxshi qilib, sal xayolini sal ozgina bo'lsa ham chalg'itish, chunki faqat o'yinni o'ylayverish, hali o'yinga 5 kun, 4 kun vaqt bor, u xalaqit qiladi-da. Jismoniy holatim yaxshi, chunki biza u yoqda 15-da chempionat tugagan bo'lsak, undan keyin 2 ta o'yin bo'ldi. Shu yana 15 kun biza klub bilan trenirovka qilib, tonusda yurdik. Hammasi joyida. Bu yerga qo'shildik, bu yerga ham havoga ancha adaptatsiya qilib oldik. Menimcha o'ylaymanki, hammasi yaxshi, hech qanaqa muammo yo'q. Nima bo'lganda ham terma jamoamizga ishonamiz va ushbu bahsda terma jamoamizdan nafaqat g'alaba, balkim katta hisobda yirik g'alaba bilan ortga qaytishini tilab qolamiz. Olg'a terma jamoa, olg'a O'zbekiston.